Assalomu alaykum Ulug'bekjon. Telefon qilganingiz uchun sizga katta rahmat. Telefonda bo'lsa ham sizga o'z dardimni aytib, mana bugungi bo'layotgan Surxondaryo viloyat prokuraturasida ichki ishlarda sudda bo'layotgan ba'zi bir mana menga nisbatan uyushtirilayotgan tazyiqlar orqali qilinayotgan tazyiqlar haqida sizga gapirib o'z dardimni aytmoqchi edim. Mana 2022-yilda men o'z uyimda bo'lsam-da bu menga qidiruv e'lon qilgan o'z uyimda o'tirgan odamga qochib ketdi deb qidiruv e'lon qilib, meni qonunga zid ravishda kechqurun 22-yil soati 22-mart kuni soati 7da bozordan ushlab olib borib qamab tashlayapti meni. Men hozir mana shu haqiqatan ham uyda ekanligim haqida hujjatlarni mana suratlarini sizga taqdim qilmoqchiman. Mana shularni bir ko'rsatib, bir meni dardimni xalqimga bir o'zingiz telefon orqali gaplashgan suhbatimizni chiqarib bersangiz juda bir maqsadga muvofiq bo'lardi. Endi shu men hozir boyaga mahallani bergan haqiqatan ham uyda ekanligim haqida ma'lumotnomasini, undan keyin haligi pochta aloqasining haqiqatan ham Shoberdi Suyunovga nisbatan poveska yoki chaqiruv qog'oz berilmaganligi haqida bergan ma'lumotlarni suratlarni ilova qilmoqchiman. Endi mana shu suratlarni uchastkovoylikini hammasini ilova qilib bir 50 marta Respublika prokuraturasiga yozdim. Bir 50 marta sud hay'atiga yozdim, Oliy sudga. Undan keyin men bu prokuraturaga yozdim. Birortasidan birorta javob yo'q. Hali bir viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari bor, Qosimov degani, hozir kelgan viloyat prokuroriga birinchi o'rinbosar bu. Undan keyin bir Hayitov deganlari bor ekan, meni arzamni olib turib, menga javob bermasdan Respublika prokuraturasiga qalbaki javob tayyorlagan. Buni ham men hozir haligi suratlarni ilova qilaman kopiyasini. Buni qarang, endi bu qanday artist bu o'yinki Respublika prokuraturasiga javob berib qo'yibdi-da, menga hech qanday javob bergan yo'q. Men buni javobni ijtimoiy tarmoqdan kovlab o'zim topib oldim. Mana bu prokuraturaning bu qilayotgan o'yinlarini qanday izohlash mumkin? Nima uchun Baxtiyor Islomovmi Oliy sud raisi, sizni qabullaringizga 100 martalab bordim, 100 martalab iltimosnoma tayinladim. Nima uchun mening arzimga javob bermaysiz? Mana taylayapman, nazorat tartibda ham yozyapman, shikoyat qilib ham yozyapman, lekin birorta javob yo'q o'rtoqlar. Bular qonun oldida javob bersin bular. Nimaga menga bunday tinchlik bermay, haligi tuhmat ustiga tuhmat uyushtiradi? Mana bir Mamatova Marhamat degan bir ko'chada yurgan bir xotin bor, mashinnik. Mana bundan meni ustimdan bunga shikoyat arzi yozdirib olgan. Men Surxondaryo Transekspeditsiya korxonasining 31% aksiyasi menda. Mana shu 31% aksiyamga pay ulushimga hisoblab Surxondaryo Transekspeditsiya korxonasining raisi menga bitta eski hammom, undan keyin bir haligi Jarqo'rg'onda qarovsiz yotgan bir yerda yotgan bir nomiga tashkilot bo'lib kelayotgan idarani berdi menga. Men aytdim, mayli shu, olsang ol dedim, bolalarim olgan. Uni keyin bu Bayna Mamatova Marhamatning bir dona ham pay ulushi yo aksiyasi yo'q. Hozir men sud qarorini, suratlarini ilova qilaman sizga. Bu narsalarni ham bir ko'rsating, nasib bo'lsa, 1% aksiyasi yo'q odamda aksiyador pay ulushi bor deb mening ustimdan qalbaki arzi olib, Karim Maqsadullasinikiga ham bir dona ham pay ulushi aksiyasi yo'q. Keyin Xoliyarov, Akmalmi, Go'rmi, ularniki ham bir dona pay ulushi aksiyasi yo'q. Korxona ma'lumotnoma bergan. Bularni men hozir mana shu gapirayotgan so'zimni isboti uchun sizga tashlab beraman, bir ko'ring. Men bulardan qalbaki arza qabul qilib, menga 168 4-qism qo'ygan hali bir Mansur degan bir eshak. Prokuraturaning tergovchisi hozir ustidan mashina o'tib ketdi, xudo jazosini berib, kallalari pacha bo'lib g'ildirab yotibdi. Uni ham ishga olib, yana ish vaqtida bo'ldi, qilib uni
Endi hali gruppaga ma pensiyaga ma yo'qotmoqchi ekan bular. Undan keyin haligi Respublika prokuraturasida Erkin Yo'ldoshev degani bor. U kishini u yerda bu yerda ishlab haydalib yurib edi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich otalari bilan 19-yil Samarqandda 15 minut gaplashdi. Shundan keyin bu kishini olib borib Respublika prokuraturasiga o'rinbosar qilib qo'ydi. O kishiga endi general berdi. O kishini olib borib Toshkent shahar prokurori qildi. Hozir endi qabatiga olgan deydi, shu Dilmurod Mirzosi bilan ikkovi birigib olib, menga har xil tuhmatlar uyushtirib tinchlik bermay kelyapti. Hurmatli Shavkat Miromonovich, mana siz prezident bo'lib kelganingizdan keyin Xudo ko'rsatmasin, qonun umuman o'ldi Shavkat Miromonovich. Qonun yo'q O'zbekistonda hozir. Bir bosh chiqarib bir bloger gapirsa ham qamatib yo'qotasiz. Boshqa qilsa ham qamatib yo'qotasiz. Bilmayman sizga kim kerak? Men hayronman, sizga xalq kerak bo'lmasa kerak Shavkat Miromonovich. Bunchalik xalqqa azab bermang siz. Bu jinoyatchilaringizni ishga qo'yib. Nimaga endi shuncha bolalar yuridiskiy tugatadi, qizil diplomga tugatadi. Qaysi bir qalang'ir, qasang'irlar prokuraturada, sudda, milisiyada ishlaydi. Ko'ryapsizmi bular o'yin? Endi bu yetmagandayin manaqa meni olgan hali payilishimga hisoblab olgan narsalarimda haligi Sarasiya tuman sudida bular aksiyador bo'lmasa, payilishi bo'lmasa-da bulardan arza qilib olib, meni mulkimda haligi yana Surxondaryo transekspeditsiya korxonasiga qaytarilsin deb qaror chiqardi. Qaror chiqargandan keyin borgandan keyin Abdiyev Safar aytdi, mana payilishingga, aksiyangga hisoblab olgansan, men qaytarib olmayman, ishlataver dedi. Shundan keyin meni o'g'lim boyagi Termiz shahridagi eski hammom binosi haligi ekspert kelib xulosa beryapti. 0 qiymat. 50-yilda qurilgan, bu yaroqsiz deb beryapti. Shu narsani bir Azamat degani keyin sotib olayapti. Sotib olgandan keyin Azamatni topib nimaga olding, nima unday qilding, nima bunday qilding deb hali bir ichki ishlarning boshqarmaning bir tergovchisi Temir Malik degani, yana bir Pirruz degani bor, bir Xudodan qaytganlar. Bular ish qo'zg'atyapti, qarang endi. Meni o'g'lim haligi Azamatga sotgan. Azamat yana birovga sotgan. Endi shu sotib olgan odam nomidan arza qilibdi. Qarang. Uni meni o'g'lim u odamga sotgan bo'lmasa, boshqa ham bo'lmasa, sotgan taqdirda ham mening shaxsiy mulkim-ku. Mana bular tadbirkorlarga ham tinchlik bermay, boya Mamatova marhamat hech qanday aksiyasi payilishi bo'lmasa-da, uning MTP 2 degan tashkiloti bo'lgan, tashkilotga bizning Surxondaryo transekspeditsiyaning 24% aksiyasini olgan. O MTP bankrot bo'lib yo'q bo'lib ketgan. Mana menda sudda qarori bor, lekin sudda ko'rsatilmagan, buning mol mulki shunga qoldirilsin deyilgan joyi yo'q. Mol mulki qidiruvga berilgan, mol mulkim yo'q deb soxta bankrotlik qilgan. Mana qarorni ilova qilaman. Mana shuning nomidan qayta arza olib meni 3 marta sudlantirdi. U menga hech qanday aloqasi yo'q uning. Men aksiyador payilishi bo'lsam, uning hech qanday aksiyasi yo'q, payilishi yo'q. Lekin shundan ham arza qabul qilib, men shunday o'yin qilib, keyin meni o'g'limni chaqirib olib, sen sotgansan deb kechasi soat 2da 200 million so'm pul yo olib kelasan, yo hozir qamoqqa olaman deb bachani qo'rqityapti. Keyin qizlarim, bolalarim, ukalarim kechani bir vaqtda chirqirab odamlardan qarz olib, boshqa qilib 200 million olib borib beryapti. Qarang. Xo'p, 200 millionni olib boribdi, qonun bo'yicha bankka topshirish kerak. Yo ichki ishlar boshqarmasining boyagi hisob raqamiga topshirish kerak. Yo'q, unday qilmayapti u. Boyagi paynitchini chaqirib olib, paynitchi 3 million so'm naqd pul olib, boya 200 million so'mni paynitchi olib qo'yyapti. Ertaga o'tkazib beraman deb. Ko'rdingizmi? Bu bunday aytganda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi bilan jinoyat sodir etyapti bu tergovchi. Ya bu o'zi adolat qoldimi? Shavkat Miromonovich. Nima uchun bularni bu ko'tlar javobgarlikka tortmaysiz? Ha? Bunga kim huquq berdi kechasi soat 2gacha bolalar tergov qilib, urib, boshqa qilishga kim huquq berdi bunga? Kimdi bo'lsa soat 2da olib borib tergov qiladilar bular. Uradi olib borib deydi.
Ha bu qachon tugaydi? Bu charizm davrida bunday ish bo'lmagan. Hatto oldinlari mana qozi Go'ristanlar bo'lgan, birovni olib borib urib, bir narsani bo'yniga qo'ymagan-ku, hurmatli Shavkat Miromonovich. Hani endi men aytdim, viloyat prokuroriga bordim. Hujjatlarni ko'tarib, viloyat prokurorining qulog'iga nimalarnidir bir Sherzod degan tergovchi shivirlayapti. Ko'ryapsizmi bular yashirin ishlarni prokurorga. Shunga tinglab turgan prokurorga ham men xo'p demadim. Gaping bo'lsa ochiqcha gapir, mana xalq eshitsin desa bo'ladi. Qulog'ini tutib turibdi unga. Hali ba'zi bir xotinlar bo'ladi. Yerining qulog'iga shivirlaydi, bachalar uxlagandan keyin xonama o'ting deb. Shunga o'xshab bu kishi borib prokurorning qulog'iga shivirdab gapiradi, uyingigur. Bu nima degan gap? Qachon Surxondaryoda adolat, haqiqat bo'ladi? Hurmatli prezident, ayting. Xalq kuyib ketdi. Minbarga chiqib olasiz, qonun ustuvor, jazo muqarrar deysiz. Biz 50 kishi sizni qobilingizga borib kiramiz deb bordik, bizlarni kiritmadi. Ondan keyin borib yo'lingizni poylab turdik. Biz aytdik 50 kishi hali prezidentga to'xtang deb iltimossak to'xta deb lozunga ko'tarib turdik. Hammasini kelib qandaydir notanish odamlar urib, tepib, yo'ldan chiqarib yubordi odamlarni. Qayerga boraylik? Chet elga, Amerikaga boraylikmi biz 50 kishi borib? Mana biz O'zbekistonda shunday o'yin bo'lib yotdi. Qonun yo'q deb borib Amerikadan turib gapiraylikmi? Nima qilaylik? Keyin men aytdim, "Hay, mayli, bu ham bo'pti" dedim. Viloyat hokimiga tushuntirayin deb bordim, men aytdim. Ulug'bek Qosimovga bordim. Borsam, hali bir Murod Davlatov degani bor. Endi u odamni aytqiligi yo'q odam. Telefonda men ovozlarini ham taylab berganman. Hali bir begona xotinga senikidan kalla chiqmagan ekan, men mazza qildim degan so'zlari menda turibdi. Esemisi borgan gaplari. Ko'ryapsizmi? Boliq boshidan degandayin viloyat hokimida shunday kadrlar ishlagandan keyin biz qayerga boraylik? Shavkat Miromonovich ozgina bo'lsa ham xalqqa quloq tuting siz. Xalqni tinglang. Ertaga jabr zulm bilan xalqni qo'rqitib bir ish qila olmaysiz. Osmonda Xudo qarab turibdi. Sizni shunday olib borib uradiki, qaytib sizdan prezident chiqmaydi, Shavkat Miromonovich. Bunchalik xalqni ezmangsiz. Tinglasin ona respublika prokuraturasida o'tirgan sizga hamma sharoitni yaratib bergan haligi Ne'matilla Yo'ldoshev. Yo'q, borsan qabul qilmaydi. Qaysi bir sakuch bachalar tushadi, titdi-metti. Arzangizga javob beradi, bitadi deydi. Arzamni Surxondaryo viloyatiga yuboradi. Surxondaryo viloyatida mana Qosimov degan uyinkugurimdan Hayitov deganlar qalbaki xulosa yozib respublikaga jo'natadi. Lekin menga berolmaydi. Mana arzanga javob shu deb. Shuning uchun bularga nisbatan bir qonuniy chora ko'ring, hurmatli prezident. Qachongacha xalq ezilib yuradi? Qachongacha xalq qiynaladi? Hamma bechora hali blogerlar orqali ijtimoiy tarmoqqa chiqadi. Mana ertalab men ko'ryapman ijtimoiy tarmoqda hali ko'tipoq bachcha boyagi ijtimoiy tarmoqqa chiqqan qari onaxonni onangni har bir deb so'gib yotdi deb yig'lab chiqyapti. Xalq zorilab chiqyapti. Xalqqa quloq soladigan odam yo'q. Nima uchun? Mana bu eng yer yuzida O'zbekiston juda kuchli davlat bo'lgan. Bular bir-birini yeb yotgan Qo'qon xonligi bir bo'lak, Samarqand bir bo'lak, Buxoro bir bo'lak, bir-birini urushib yotgan. Shundan foydalanib Rossiya kelib egallab olgan. Chunki xalq jonidan to'ygan. Mana Hamza Akimzoda Niyoziylarning bir she'rini o'qib ko'ring. Shunday yozgan she'rlarni mana nohaqlikni shu paytda. Hozir bitta she'r yozsin, darogum qilasiz, yo'q qilasiz. Xalq tayyor turibdi. Masalan, buna yoqdan Taliban kelama, boshqa kelama, hammasi qo'shilib ketadi. Hech kim siz yoningizni bosmaydi. Shavkat Miromonovich. Jonga tegdi konsodan konsob. Qonunda otni kallasida qilib chiqarasiz, lekin ijrosi yo'q. Ha? Gapirasiz, mana bunday qaror chiqardim, bunday qaror sinchiklab, yaxshilab tekshiringlar deysiz. Qoni tekshirayotgan. Ha? Nimani tekshiryapti bular? Hammasi bir-biri bilan svyazinni. Boyna erkin Yo'ldoshev o'zi go'rga siymas edi. Biron yerda bu durust ishlagan yo'q edi. Uni ham tanish-bilish qilib borib mana qavatingizga olib o'tiribsiz, u bizga o'xshagan bechorani jazosini berib o'tiribdi mana Dilmurod Mirzayev degan eshakni gapiga kirib. Qachongacha biz qamoqxonada o'tadi umrimiz? Qachon adolat bo'ladi haqiqat? Men
Kecha kunduz Xudodan duo qilib tilab turibman. Taliban yana bir bombani olib borib, yana ham aytaman. Ichki ishlar boshqarmasining ustidan, birovni urib prokuraturadan, birovni urib suddan joyilib bolalar chirillab qolsin shularning. Tinchlik berammi yo'qmi? Gapiryapmiz, yozayapmiz. 52 marta yozdim. Siz nomingizga qancha yozdim? Bitta javob, atvet yo'q. Taylaveradi musulga arzani olib borib. Faktlar bilan yozyapman men. Endi sudlantirilmagan bolalarim qolmadi mening. Buna Qumqo'rg'onda bir tergovchisi bor. Nima desa bajaradi. Borib yenangni tark o'zing desa shu yenasini ham taradi deb tavba qildim. Shunday deb o'ylayman men. Bu nima degan gap? Bunaqarning hammasi topshiriq bajarishga o'qiganmi? Ichida bitta tirigi bo'lsa o'lsin. Faqat tergov ham topshiriq bilan, sud ham topshiriq bilan, hammasi topshiriq bilan. Javob bersin. Baxtiyor Islom meni arzamga. Mana otni kallasday qilib uyda ekanligini isbotlovchi hujjatni o'tiribman men. Nima uchun bekor qilmaydi? Chunki oq it, qora it hammasi bir it bular. Birortasi bir talabga javob beradigan odam yo'q. O'zbekiston tugadi Shavkat Miromonovich. Rahmat, hurmatli Ulug'bek Hoshimjon, shuncha chetda turib xalqimizni himoya qilasiz, dardini yetkazasiz. Bitta Xudo quloq soladi bu bizning dardimizga. Boshqa quloq soladigan odam O'zbekistonda qolmadi o'rtoqlar. Hamma kuyib o'tib ketyapti mana. Mustaqillik bo'lgandan beri kun yo'q. Mana Karim To'kini birov gapiryapti, chiqib olib. Biz qilichi edik Karimning, nima desa topshiriq bajarardik. O'l bu kuningdan. Qilich bo'lmay o'l. Rashotib ketadi. Senga Karim bo'yniga qilichtirib, pistol tirib jo'natgan yo'q bir yerga. Yolmaysan shunday gaplarni gapirib. Yana chiqayapti bir ekov. Karim deydi. Karim davrida arza tinglanar edi, ozgina bo'lsa. Karim birorta og'aynisini olib borib bir yerga qo'ygan yo'q. Hurmatli Shavkat Miromonov, siz butun urug' aymog'imizni O'zbekistonda egallab oldingiz. Hech qanday O'zbekistonda o'zgarish yo'q. Men sizga aytib qo'yayin. Birorta korxona yo'q. Mana 5 kunlab dam olish berasiz. Kim dam oladi hozir? Ishlab turgan bechara bola chaqasini boqib turgan odamlarni ham ishdan qoldirib beryapsiz. Siz 5 kun dam olishingiz kimga kerak? Dam olg'isi kelsa shunday ham odamlar dam olaveradi. To'xtating bunday 5 kunlik dam olishlaringizni. Ishlasin, mana 4 kun 5 kundan beri doktorga bora olmayman. Bitta dyujurni vrach o'tirib, u nimani tushunadi masalan, o'zining sohasi bo'lmasa ol. Mana shularni bir e'tibor bering. Hurmatli Shavkat Miromonovich, men telefon orqali aytayapman. Menga taqiq qo'ygan. Mana burni bu ko'tvatcha sudyachalar bayna Oltinsoyning haligi sudyasi baya bolangdan birov qolmagan Abdullayev degani. Insofini bo'lsin. Kesin mutaxassislar jalb qilsin. Haligi sud majlisiga KGBdan qatnashsin. Boshqa hali mo'ysaflar ilgari bechara odamlar maslahatchi bo'lib qatnashadi. Bitta maslahatchi ham yo'q. Hozir o'zicha o'zi kakchayib sudya xohlagan qarorni chiqarib beraveradi. Nima uchun maslahatchi qatnashmay qoldi sudda? Sizning davringizga kelgandan keyin. Karim davrida ham bor edi shu maslahatchi. Patqalim bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham o'tirg'ich edi sudda, tinglab. Hurmatli Ulug'bek Hoshimov, meni dardimni tinglaganingiz uchun sizga ming marta rahmat. Mana shu xalqimni bayramlar bilan o'tgan bayramlarimiz bilan bir tabriklab qo'ying mening nomimdan. Xudo xolasa bir yaxshi vatanimizga rahbarlar kelsin, insofli diyonatlilar kelsin. Mana bu yomon sudyalar, yomon haligilar o'layapti, uni bilmaydi bular qaytib o'layotgan, azob ko'rib, qiynalib o'layapti ko'pi. Mana shundayin bularga Allohdan cheksiz o'lim, shafqatsiz jazo tilayman. Sud, prokuratura, militsiyaga. Bitta jonli tashkilot davlat xavfsizlik idorasi bechara chovib yuradi. Uni bo'lsa bilmayman, sizga yoshligingizda yomonlik qilganmi? KGBni hamma narsadan chetlatib qo'yladingiz. Ishlab turgan tashkilotni. Rahmat aziz xalqim.